Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ajoyib bo'lgan zinalarimizni ko'rib turibsizlar. Bu paydbolaga tushish jarayoni. Bu mana plashatkalari ko'rib turibsizlar. Endi fishbolli bo'lgan krashinli holatda, ya'ni high-tech fasonda do'stlar. Ishlarga mana baho beraverasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Narxlari ham qimmat emas. Kelishtirib beriladi. O'zimiz ustamiz, shuning ustida ishlaymiz. Ishga baho beraverasizlar. Savollar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar. High-tech fasondagi ishlarimiz, azizlar. Ishbollarni ham ko'rib turibsizlar, ajratib turibdi o'zi. Ikkinchi etajga chiqyapmiz. Ishlar ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar pastdagi nomerlarga. Ishlarimiz ana xudo xolasa bitdi. Xudo xolasa egalariga topshirish arafasida turibmiz. Hozir soat 9:10 chamasi. Hozir biz Farg'onani Farg'onada bo'lgan ishlarimiz, ya'ni shaharda, Farg'ona shaharida o'zini ishlarga baho beraverasizlar azizlar. Yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, savollar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar. To'g'ri javob berishga harakat qilamiz. Bu fasonni nima deydi, ko'rsatishdan maqsad ishlarimizga baho berasizlar degan umiddamiz. Shu qilgan ishlarimizni xudo xolasa obzor qilib qo'yib boramiz endi. Biz ishimiz endi dastlab birinchi qilgan ishlarimizdan biri bu. Chunki bundan bari qilingan, prosta obzor olinmagan edi. Endi qilgan ishlarimizni obzor qilib borishga harakat qilamiz azizlar. Bu Akbar akam, Yedinniy usta. Bu mana paydbolga tushish jarayonlari. Paydbol ko'rib turibsizlar. Tepa ko'rinishlar. Sizlarga to'liq ko'rsatib o'tishga harakat qilyapsizlar. Ko'rishganda ko'rishguncha. Xo'p.